Nega ha deb sochingni, soqolingni olaverasan deyishadi. Bu savol asosan men tanishlarimdan, aka-ukalarimdan, oshna-og'aylardan beriladigan savol. Hazil tariqasida ham berishadi. Buni sabablari juda ko'p, juda ko'p. Men shuni hozir hammaga yoppasiga javob bermoqchiman. Bu meni fikrim. Sizni tashqi ko'rinishingiz birinchi o'rinda bu sizni vizitniy kartochkangiz. Siz o'zingizni jamiyatga, shu odamlarga qanaqa qilib taqdim qilsangiz, odamlar sizni xuddi shunaqa qabul qilishadi. Keyingisi, biz ishimizda to'g'ridan to'g'ri shu odamlarning tashqi ko'rinishiga, sochni qanaqa ukladka qilish, parvarish qilishga bog'liq bo'lgani uchun tasavvur qiling, odam keldi, mijozim keldida, men unga qanaqa qilib parvarish qilish, qanaqa qilib soch ukladka qilib yurish, ukladkalar hammasini tushuntirib beryapman-da. Meni o'zim sochim kir, ukladka qilinmagan, soqollar o'sib ketgan, qaralmagan. Tushunasizmi? Bu haliga nesootветствие, to'g'ri kelmaydi, yarashmaydigan narsa-da bu. Uchinchisi, odamlar o'ylashi mumkinda, bu haddan tashqari o'zini yaxshi ko'radi, ha deb o'ziga e'tibor beraveradi. Bu birinchi o'rinda ishimga bo'lgan hurmat yuzasidan shuni aytiraman-da. Menga shu yoqadi. O'zimga yoqadi e'tibor berib, chiroyli klientlarim kelganda, mijozlarimiz kelganda chiroyli ko'rinishda kutib olish, kommunikatsiya qilayotganda, что unga ham приятно bo'lsin deymanda. Tushunasizmi? Chunki soqol o'sib ketgan, soch kir odam bilan tasavvur qiling, gaplashayotganda gaplashgiz ham kelmaydi-da. Haligi gap bor-ku, tashqi ko'rinishiga qarab muomala qiladi deydi. Uni eshitganda ko'pchilik noto'g'ri xayolga boradi. Lekin buni yaxshi nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsangiz, o'zi asli bu yomon gap emas-da. Aqlli, xushli odam bir kishi bilan kommunikatsiyada bo'layotganda gaplashmasdan turib uni kiyimini narxini qanchalik emas, kiyimi dazmollanganmi, dazmollanmaganmi, tozami, oyoq kiyimi tozami, tirnoqlari olinganmi, sizni qanchalik disiplinirованныйsiz, buni hammasini bilib oladi siz bilan gaplashmasdan turib. Tushunasizmi? Shuning uchun odam o'ziga qarab e'tibor berib yurgani bu yaxshi.